Bugun sizlar bilan devichka xonlar xo'jayiningiz 15 minutda boraman biron narsa tayyorlab tur degan paytda asqotadigan retsept bilan bo'lishaman. Bir dona lavash xamirini olasiz, 4 tomoniga sosiskalardan qo'yib, o'zingizga qulay bo'lgan cho'p yordamida har yonini mahkamlab olasiz. Ustidan cho'ziladigan mozzarella sirlaridan sepib, ketidan ishonchli hamda mazali elif tushunkalaridan lavash xamirlarimizni ochiq joylarini yopgan holda to'ldirib savolamiz. Ha aytgancha, elif tushunkalarni yosh bolalarga ham bersanglar bo'ladi. Ustidan yana qirg'ichdan o'tkazilgan o'sha mozzarella sirlaridan solib, xohishga ko'ra ko'k piyoz hamda xohlagan turdagi ko'katlardan sepib, duxovkaga qo'yishlik uchun o'zimizga qulay bo'lgan idishni olib, ustiga pergamin qog'ozlaridan solib, xuddi shu tarzda sekingina olamiz. Yana ham chiroyli pishib chiqishlik uchun tuxum sariqlaridan yuzlariga surtib, xohishga ko'ra kunjut bilan bezatib olamiz. Keyin esa oldindan qizdirilgan 150 gradusli duxovkamizga 10 minutga jo'natib yuboramiz. 15 minut vaqtingizni oladigan, ko'rinishini o'zi ishtahani ochadigan, xohlasangiz nonushta uchun, xohlamasangiz kechki ovqat uchun bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ana endi baho beringlarchi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Aytgancha, tez-tez ko'rishib turishlik uchun yurakchani qizartirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan da ajoyib retseptlar hali oldinda.